Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugun Taobao ilovasi bo'yicha 7-darsimizni boshlaymiz. Shu darsda biz sizlar bilan tovarni sahifasi bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Qanday ma'lumotlar bo'ladi, nimalar qayerda joylashgani haqida sizlarga qisqacha tushuntirib beramiz. Demak, keling bironta tovarga kiramiz. Masalan, shunga kirganimizda, demak, kirishimiz bilan bizga tovarning rasmlari, videolari kelib chiqadi. Hop, bu hammaga tanish holat bo'lsa kerak. Hop, undan keyin rasmlar tagida odatda tovarning narxlari turadi ushbu joyda. Hozirda ushbu tovar bo'yicha 45 soat ichida skidka bo'lyapti ekan. 909 yuandan sotilar ekan. Endi bu narxda hammasi ham bo'lmaydi. Shu har xil ko'rayotganingiz rasvetkalar bor, hammasi ham berilmaydi. Qaysidir turga skidka berilgan bo'ladi. Ertaga zakaz urayotganingizda nimaga har xil narxda deb o'ylab qolmasligingiz uchun bu yerda yozilgan narx hammasiga ham amal qilmaydi. Qaysidir turiga qo'yilgan narx bo'ladi bu. Qaysidir turiga skidka qo'yishgan bo'ladi. Xo'p, undan pastroq tushadigan bo'lsak, shu yerda tovarning nomi yozilgan. Xo'p, undan pastroqda esa shu joyda siz tovarni mana 48 deb yozilgan joyda tovarni buyurtma berganingizdan so'ng siz bergan manzilga sotuvchi 48 soat ichida yetkazib berishini belgilab o'tgan, yozib bergan. Undan pastida esa hop, bu yerda 7 kun ichida hech qanaqa sabablarsiz ham tovarni sotuvchiga qaytarib berishingiz mumkinligi yozilgan. Ya'ni pulingizni qaytarib beradi. Hech qanday muammosi bo'lmasa ham, braki bo'lmasa ham shunchaki qaytarib yuborishingiz mumkin deb eslatib o'tyapti. Hop, bu yerda esa kirsangiz ichiga tovar haqida qisqacha ma'lumotlar bo'ladi. Bu hammasiga kirib ko'rsangiz bo'ladi. To'liq ma'lumotlar ola olasiz bu yoqqa kirib. Hop, undan pastroqda nimalar joylashgan? Undan pastroqda asosiy narsa tovar sotib olgan odamlardan kommentariyalar, ya'ni aktiv fikrlar shu tovar bo'yicha, aynan shu tovar bo'yicha nimalar sotib olgan odamlarning aktivi bo'ladi. Keling kirib ko'rsataman. Aktivlarga kirganda xuddi sotib olgan odamlar bular va ko'pchiligi rasmlarni ham joylagan bo'ladi. Realnisi qanaqa bo'lar ekan deb sizga ikkilanish paydo bo'layotganda xuddi shunaqa kommentariyalarga kirib realnisini ko'rsangiz bo'ladi, qanaqa bo'ladi reallikda rasmda kammi. Demak, bundan keyin pastda nima joylashgan? Bu bo'lim savol-javob bo'lim bo'ladi. Ya'ni sotib olgan odamlar javob beradi asosan bu yerda. Siz masalan endi sotib olmoqchisiz, qandaydir savol yozib qoldirsangiz, xo'p, masalan tovar rasmda ekanmi deb yozib qo'ysangiz, qaysidir sizdan oldin sotib olgan odamlar savolingizga javob berishi mumkin. Shunaqa bo'lim bu. Xo'p, undan pastida asosiy muhimroq qismi bo'ladi, ya'ni ushbu tovarni sotadigan magazinda ma'lumotlar joylashgan eng asosiyroq qismi shu bo'ladi. Buni alohida to'liq qilib keyingi darsda o'tamiz. Biz sizga hozir umumiy qisqa ma'lumot berib o'tish uchun bu videoni olyapmiz. Xo'p, undan pastda esa sizga rekomendatsiyalar chiqadi, ya'ni shu tovarga o'xshagan tovarlar rekomendatsiya qilinadigan, sizga taklif beriladigan shu o'xshagan tovarlar chiqarib beradi. Xo'p, undan pastda esa tovarda to'liqroq ma'lumotlari bo'ladi. Ko'proq rasmlari, har xil razmerlari, ko'pchilik xususiyatlari haqida qo'yiladi bu. Xo'p, bundan pastda xuddi shunaqa tovar haqida to'liq tasniflar, ma'lumotlar bo'ladi. Xuddi shunday barcha tovarlarni sahifasi shundan iborat bo'ladi. Xo'p, eng pastdagi qismini o'rgatmabman, tushuntirmabman. Demak, bu joyda magazinga kirish, barcha tovarlarni ko'rish uchun, bu bo'lim esa magazinga yozish uchun, nimadir savol bo'lsa, nimadir so'ramoqchi bo'lsa, shu joyga kirib yozishib gaplashsangiz bo'ladi. Bu bo'lim esa sizni ushbu tovarni saqlab qo'yishingiz mumkin bo'ladi, yo'qotib qo'ymasligingiz uchun. Hop, bunisi esa tovarni korzinkaga olish. Bu esa o'sha zahotda darrov sotib olish uchun ishlatiladigan bo'lim. Shunisi bu knopkani bossangiz, darhol sotib olish bo'limiga kiradi. Bunisini bossangiz esa tovarni korzinkaga olib qo'yasiz. Bu bo'lim bossangiz tovarlarni barcha to'liq razmerlar bo'lsa razmerlari, har xil ranglar bo'lsa o'sha ranglari chiqadi. Siz bosib ko'rsaman.
bossangiz, xuddi shu bo'limga kirasiz. Ya'ni sizga barcha rasvedkalar kelib chiqadi va xohlaganingizni tanlab, aniq narxlarini ko'rib, shu yerdan tanlashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, 7-darsimizda sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan narsalarimiz shu edi. Keyingi darsimizda xudo xolasa tovarlarni tanlash va zakaz urish bo'yicha sizlarga o'rgatib o'tamiz. Hammanglarga rahmat.